Alaykum assalom qizim. Yaxshimisan bolam? Tuzukmisan? Uydagilar yaxshimi? O'zingni ham ayyomlaring muborak bo'lsin, tan joning sog' bo'lsin ilohim. Bolam, hayitga kelmaysanmi? Kutib o'tiribman. Voy, endi oyinglar har xil bahonalarni qilmasinlar. Onamni ko'rib kelay demaysanmi? Yo'q, tez-tez kelib bo'la qol. Ishlarimni keyin qilaman degan. Xo'p, kutib o'tiribman men bitta kelinlaring hammasi narsalarni pishirib kuydirib qilib o'tirishibdi. Bo'la qol bolam. Gapingni bundoq o'tkazgin de oyinglarga. Bo'pti bolam, bo'pti. Oyijon, anaqa uyga borib kelsam maylimi? Hayitga oyim kutyotgandilar, opalarim ham kelishgan ekan. Borsam maylimi bugun? Voy, bolam, oldin ishlaringizni qiling. Borarsiz? Ertaga borarsiz, erta bo'lmasa indinga borarsiz. Nima bo'pti? Opa-singillaringiz kelsa kelib ketaverishadi. Ishlaringizni qiling oldin. Hamma yoqni tozalab bo'lganman deb qayta tekshirib chiqay o'zim. Voy, Mamitlarni qarasangiz bo'lmaydimi? Voy, uyga boraman deysiz. Mamitlarni bunda paradga qilsangiz bo'lmaydimi, bolam? Men bilan qarang, mana bitta chang bo'lishi mumkin. Men bilan ne bo'lib turibdi, ne turibdi? Mami yo'laga bunda qarab qo'ying, oynalariga qarang, bir kafellarga qarang. Mamitlarni bunda tozalang, bunda chiroyli qilib, bolam. Uyga borishguncha shoshilaverasiz. Qotirib qo'ying hamma yoqni. Voy, Mamitlar ham yig'ishtirdingizmi? Kafelikchi bo'pti. Xonim qiling bugun bolam. Xonim yegim kelyapti. O'zi mazam yo'q, davleniyam oshyapti. Mamitlarga qarang, bunda mami yo'laga mana tozalang hamma yoqni. Keyin boraverasiz. Bugun bormay qoling, kech bo'lib ketdi. Bo'ldi. Ertaga vohlikdan ishlaringizni qiling-da, ertaga obedlarda borsangiz bo'ladi. Bugun bormaysiz, bo'ldi.